Nura, bizga svetofor deb yozib bera olasanmi? Boshla. Qizil rangi yonganda bolajonlar to'xtaymiz, mashinalar o'tadi, yurishga shoshilmaymiz. Endi harflarni birma-bir aytib chiq. Svetofor bu kerak emas. Aytib chiq. To'g'ri, svetoforda necha xil rang bo'ladi? 3 xil. Qaysi ranglar? Qizil, sariq, yashil. Qizil rang yonganda nima qilamiz bolajonlar? To'xtaymiz. Sariq yonganda? Yashil yonganda-chi? Yonganda mashinalar to'xtaydi. Men bor joyda azizim, to'g'ri yo'lda shaylanma. Ko'ryapsan-ku belgimni, faqat yo'ling aylanma. Harakat qiyin tezroq, oyoqlarni surishga, yurishingga o'xshatib, hafta to'xtab turishga. Mening begim tarbiya, haydovchilar to'xtadi, bu yo'llarda do'stga piyodalar o'tadi. Ketgan piyoda, azizim bekimda piyoda bo'lsa aziz piyoda chiqqani yonga, senin uchunday qo'chishgan yonga. So'zlaydi buyuk undoq, nega so'raysiz darrov, jahldaydi tilak, ammo to'lg'ib